Mustaqil bemorimiz Eshmol Gulnoraxon 1984-yilda tug'ilgan. Bemorimiz Surxondaryo viloyatidan 2 yil oldin revmatologiya artrit og'ir formasidan kelganlar, tizda bo'g'imlarda bukuvchi kontraktorlardan kelib, o'zgalar yordamiga muhtoj edilar. O'zlari bemorlar mustaqil yurib harakat qilolmasdilar. Bemorni klinik ko'rikdan o'tkazib, tarkiy terapiya qilganmiz, antirizatli terapiyalarni qildik. Mana hozirda bemorimiz mustaqil bemalol yura oladigan holatda kelibdilar. Qanaqasiz? Gapirib berasiz. Hozir ahvolim yaxshi, o'zim mustaqil harakat qila olaman. Birovlar yordamga muhtoj emasman, Allohga shukr. Mana bu shifokor akamiz harakatlari bilan men oyoqqa turdim. Mana o'tgan kelganlarida suyakli mineral zichligi 30% bilan juda ham kam bo'lgan, osteoporoz og'ir formada bo'lgan. Mana bugun 44%ga, 14%ga ko'tarildi, dinamika yaxshilangan. Bugun yana yotqizamiz, yana shu antirizatli terapiyani davom ettiramiz. Rahmat. Mana bemor mustaqil bemalol yuryaptilar. Endi orqaga Gulnoraxon. Ana mustaqil bemalol o'zgalar yordamiga muhtoj emas. Rahmat, sog' bo'ling.